Barcha o'zbek xalqining yuragini larzaga solgan yana bir mudhish falokat sodir bo'ldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Video roligimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Sirdaryoda o'smir do'stlik kanaliga cho'kib ketdi deya xabar berdi Favqulodda vaziyatlar vazirligi axborot xizmati. Voqea 18-may kuni Mirzaobod tumani Oydin mahallasida sodir bo'lgan. 14 yoshli o'smir mahalliy kanalda cho'milib, bedarak yo'qolgan. Faqatgina 19-may kuni o'tkazilgan g'avvoslik qutqaruv ishlari natijasida viloyat favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari o'smirning jasadini suvdan olib chiqishdi. Mazkur holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Avvalroq Toshkent shahridagi Bo'rijar suv kanalida 2 bolani qutqarmoqchi bo'lgan erkak cho'kib ketgani xabar qilingan edi. Bosh prokuratura tergov boshlagan hamda marhumning yaqinlariga unda jasorat ko'rsatganligi uchun hamdardlik bildirilgan. Shuningdek, yana bir dahshatli falokat sodir bo'lgan Namanganda. Janjal paytida gumonlanuvchi peshtaxtadagi pichoqni olib turmush o'rtog'ini o'ldirib qo'ygan. Namangan viloyatida erkak oshxona pichog'i bilan turmush o'rtog'iga hujum qildi deb xabar bermoqda Bosh prokuratura. Ma'lumotlarga ko'ra, voqea 17-may kuni Pop tumani G'urumsaroy mahallasida do'konlardan birida sodir bo'lgan. 27 yoshli erkak va 25 yoshli ayol o'rtasida ichki oilaviy kelishmovchilik fonida janjal kelib chiqqan. Janjal vaqtida erkak peshtaxta ustida turgan oshxona pichog'ini olib, turmush o'rtog'iga urgan. Olgan tan jarohatlari oqibatida ayol voqea joyida vafot etgan. Huquq-tartibot idoralari xodimlari erkakni qo'lga olib, unga nisbatan Jinoyat kodeksining 97-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Qasddan odam o'ldirish javobgarligiga tortilgan. Avvalroq Buxoroda bir erkak uzoq yillik qarzi tufayli tanishini o'ldirib qo'ygani haqida xabar berilgandi. Jinoyatchiga 16 yil qamoq jazosi berildi. Bundan tashqari u baribir qarzini oilasiga to'lashi kerak bo'ladi, deydi axborot markazi xabarnomasida. Hurmatli tomoshabin, o'zingiz hamda atrofingizdagilarning salomatligiga hamda loqaydligiga befarq bo'lmang. Aslo ogohlikni yoddan chiqarmang. Zero ogohlik davr talabidir.